Yevropada ishlashni xohlaysizmi? Ortiqcha xarajatlarsiz, ishga joylashtiruvchi firmalar izlamasdan ishga joylashish imkoniyati. Polshada joylashgan akustik sendvich panellar ishlab chiqaruvchi zavod ish o'rinlariga taklif qiladi. Dushanbadan jumagacha bo'lgan ish vaqti, 3 mahal oziq-ovqat, yotoqxona bilan ta'minlanadigan ushbu ishda siz oyiga 1400 dan 1500 dollargacha ishlab topishingiz mumkin. Hozir biz birgalikda ushbu ish o'rniga ariza topshirib ko'ramiz. Tekin Viza Telegram kanal orqali ushbu sayt silkasiga kiramiz. Saytga kirib olganimizdan keyin ish haqida ma'lumot, ish beruvchining talablari, talab qilinadigan ko'nikmalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Tez qo'llash tugmasi orqali biz registratsiyadan o'tamiz. Mana bu tugmani bosish orqali siz kengaytirilgan ro'yxatdan o'tishni ochasiz. Agar sizda oldindan tayyorlab qo'yilgan rezyume, ya'ni CV bo'lsa, mana bu tugma orqali uni saytga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. O'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamimiz, elektron pochta manzili. Agar sizda ish beruvchiga xat bo'lsa, ish beruvchiga xat bo'limi orqali ma'lumotlarni kiritishingiz kerak bo'ladi va shaklni yuborish tugmasini bosamiz. Va bizda ro'yxatdan o'tishning ikkinchi shakli boshlanadi. Quyidagi punktlarni yaxshilab o'qib chiqib, to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Tajriba o'rtacha 1-2 yilgacha. Siz o'zingizning holatingizdan kelib chiqib javob berishingiz mumkin. Ta'lim darajangiz. Kutilayotgan oylik. Buni ham o'rtacha belgilashingiz mumkin. Bu yerdan faqatgina bir punktni tanlashimiz kerak. Qachondan ishlay boshlaysiz? O'rtacha siz viza chiqqandan so'ng qancha muddatda Polshaga borishingiz va qancha muddatda ish boshlashingizni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Javobni yuborish tugmasini bosamiz. Va biz ro'yxatdan o'tishni muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Biz yuqorida kiritib o'tgan elektron pochta manzili orqali agar sizni tanlab olishsa, qayta aloqaga chiqishadi. Talab qilinadigan hujjatlar to'ldirish jarayoniga tushunmasangiz, sizda qandaydir savollar tug'ilsa, Telegram Messenger orqali Tekin Viza deb qidirishingiz va Tekin Viza adminga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin.